qo'lpanash toshimiz mana 2 santimetrga to'g'riligini ko'rsataman. Santimetr. Mana shu toshimizni mana bu stanokka chiqaramiz. Power stanok deydi ko'pchilik buni. Va mana bu holatga keladi. Mana bu holatdan mana bu holatga keladi. Buni to'liq kesib olib, mana bu stanokka 45 gradusga xuddi mana shu holatga o'rtasini kesib tashlaganmiz. Nima uchun deganda, rover stanogimiz qiynalmasdan oson tez chiqarish uchun. Boshlansin mumkin. Ideal chiqqan. Mana bu yog'i 7 mm, mana bu joyi 2 cm. Boshlansin mumkin. Mana bu chetlari uchganiga to'g'ri qilmaysizlar, bu toshning orqa tarafiga qo'yib ketadi. Bu yog'ini sho'rga qilamiz. Ideal holatga keladi. Keyin orqa tarafiga sim qo'yib, shu fasadlarimizga teramiz. Yana ham to'liqroq ma'lumot berishni xohlasanglar, kanalimizga obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yishni unutmaysizlar. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.